Assalomu alaykum aziz va muhtaram ijtimoiy tarmoqlar xizmatlari. Hozir sizlarga boshning sochli qismini krem massaj qilishni ko'rsatib beraman. Soch o'sishini yaxshilaydi. Sochda perxit qo'noq paydo bo'lishini oldini oladi va davolaydi. Oqargan sochlarni qoraytiradi ma'lum darajada. Soch oqarishini oldini oladi. To есть pitaniyasini yaxshilaydi. Sochlarni eski sochlarni tushirib, yangi soch chiqaradi. Sochlarga blesk beradi. Üçte 4'te seansdan keyin ko'ramiz, mana shu oqargan joylar qarayadimi yo'qmi? E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.